Er xotin bir-biriga nisbatan ichidagi narsalarni to'kib sochayotgan paytda farzand bu yoqda ruhan eziladi. Nimaga? Chunki hamma farzand u 2-3 yoshligidan tortib, hatto 2 yoshli bolani oldida ursa ham ota-ona bola yig'laydi. Nimaga desa, chunki yosh boladan tortib katta yoshli, necha yoshga kirsa ham farzand doim ota-onani birga baxtli bo'lgan holatda ko'rish xohlaydi. Bizda nima qilinadi desa, farzandni oldida urishiladi. O'shaning uchun er xotin qanaqadir muammoga kirib qolsa, aqlli bo'lish kerakki, bolani chiqarib yorib, o'zaro gaplashish kerak u bilan. Farzand bilmasligi kerak hech qanaqachasi. Farzand ota-onam bir-biriga mehribon, bir-biriga mehrli deb ulg'ayish shart. Bo'lmasam, yosh bola bo'lsa agar o'sha er xotin urishsa, uni yosh bolasi bo'lsa, yosh bola kasallik orttiradi buni. Siqiladi, yaxshigina kasallik orttiradi buni. Agar aqli yetilgan bo'lsa, u ota-onani urishdan foydalanadigan bo'lib qoladi. Ota-onani urishdan foydalanib, har xil ishlar qiladigan, yomon yo'lga yurib ketadigan axloqsiz farzandga aylanib qoladi. Yutqiziladi-da. Xullas farzandni oldida ota-ona urushib qolsa, eng ko'p farzand travma oladi. Ota-ona bir-birini ovora bo'lgan paytda va ota-ona farzandini yutqizib qo'yadi. Shuning uchun aqlli odam, aqlli er xotin farzandini oldida hech qachon urushmasligi kerak. Doim hattoki urushib qolgan bo'lsa ham aqlli er, aqlli ayol bir-biriga go'zal muomala qilib qo'yish kerak farzandini oldida. Farzand o'shanda tushunchasi, aqli, salohiyati yaxshi rivojlangan farzand bo'lib yetiladi.